Assalomu alaykum Kesh Taxta kanalining obunachilari. Bugun biz yangi videomizni boshlaymiz. Bu videomiz 7-mart kuni olinyapti. Narxlar keyinchalik o'zgarishi mumkin. Bu mart oyidagi narxlari. Shu uchun videoni sanasiga e'tibor berib qo'yasizlar. Obunachilar videoni boshlashdan oldin videoga like bosish, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Demak, biz boshlaymiz. Bizlarda manzilimiz Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumani, Chorshanba qo'rg'oni. Ko'p uzoq joylardan telefon qilishyapti. Sizlarda yo'lkalaringiz bilan bu narx sizlarga qimmatlik bo'lib qoladi o'rtoqlar. Shu uchun manziliga e'tibor berib, keyin telefon qilishlaringizni iltimos qilamiz. Chunki ko'p kishi telefon qilib bezovta qilishyapti. Biz videomizni boshlaymiz. Birinchi shiper patolochniy rekalardan boshlaymiz videomizni. Mana patolochniy rekalarimiz 2,5 ga chista 4,5 reka ideal chiqadi. Farbichniy rekada ham qalinligi chista 2,5 ligini zavod kesgan, biz o'rtasidan bo'lib beramiz demovkalarda. Bu 4 metrligi 5000 so'mdan chiqadi. 2,5 ga chista 4,5 reka o'rtoqlar. Keyingisi buni 6 metrlik ham chiqadi. Mana demovkalar qo'yib qo'yamiz, bular kesamiz. Bu ham 6 metrlik chiqadi. Metri 5000 so'mdan chiqaveramiz metri. 2,5 ga chista 4,5 reka chiqadi. Keyingisi mana bu shiper rekamiz, chista 4 ga 5 reka chiqqan, ideal chiqqan. Bu sifati zo'r. Buni narxi 8000 so'mdan chiqqan metri. 4 ga chista 5 lik reka. Ko'proq olganlarga kelishtirib ham beriladi. Mana bu abishniy rekamiz, ko'p kishi oladigan, hamma oladigan rekamiz. Bu 7000 so'mdan chiqadi metri. Ko'p kishi bundan olib, chornisiga bundan olib, buni boyagidek qalin joylariga, qo'shlariga ishlatishadi. Rekalarimiz shu. Obunachilar, endi demovkalarda narxlarini ko'rsatib o'taman. Demovkamiz mana 14 lik, 6 metrlik ideal demovkalarimiz, quritilgan, sifati zo'r demovkalarimiz. Mana bu 4 metrligi, mana bu 4 metrlik 14 lik, mana bu 6 metrlik 10 lik demovkamiz. Bo'lanki rekalarimiz mana shundan kesiladi. 2,5 ga 4,5 ga rekalarimiz mana shundan kesiladi. Qalinligi chista 2,5 lik zavod demovka mana. 100% sasna demovkamiz. Bu 6 metrlik demovkamiz, buni narxi 80 ming so'mdan chiqadi. O'rtasidan bo'lsak, tunkalar tagiga ishlatiladigan reka chiqadi. 7 ga 2 lik reka chiqadi. Sifati zo'r chiqadi. Bu qalinligi 3-2 ko'rsatadi. Qurgan turishdagi razmeri bu. Obunachilar, qurgan ham xul demovkalar bo'ladi 2,5 lik. Endi qurgandan keyin shu razmer qolishi mumkin. Bu quritilgan, mana 10-15 qatordan taxlab tashlangan. Bu 80 ming so'mdan chiqadi. O'rtasidan bo'lsak 7 lik chiqadi. Endi sizlarga 6900 so'mlardan rekasi chiqadi. Shu tunkan tagiga qoqiladigan reka. Mana 4 metrligi 55 ming so'mdan chiqadi. 4 metrlik 14 lik demovkamiz. Bu keyingisi 6 metrlik 10 lik demovkamiz, bu 60 ming so'mdan chiqadi donasi. Ko'p kishi tunkandagi mana shuni o'zidan ham butun qo'yishadi. Endi bu arzonroq varianti. Demovkalarimiz mana shu. Endi strapellarda narxlarini ko'rsatib o'taman. Strapelarimiz mana 14 likdan boshlaymiz. 14 ga 308 lik taxtamiz bor. 14 ga 308, 307 ko'rsatadi, 4 ko'rsatadi qalinligi. Bular 130 ming so'mdan chiqadi donasi. Bu 6 metrlik 14 lik taxta. Keyingisi 12 lik taxtamiz. 12 bu ham 308, 4 lik deyiladi. 309, 308 ko'rsatadi qalinligi. 12 lik taxtamiz. Bu 105 ming so'mdan chiqadi onasi. Ko'proq olganlarga bilan hammasi kelishtirib beriladi. Mana bu endi 17 lik taxtamiz, 6 metrlik. Qalinligi bu ham bo'lakida 308 lik taxta. Bu 155 ming so'mdan chiqadi. 17 lik taxtamiz. Endi karvatlarga olishyapti hozircha bularni. Mana 20 liklar karvatga olib ketishdi, kamroq qoldi. Xudo xohlasa bulardan yana keladi. Mana asosiy strapelamizga kelamiz, obunachilar. Bu 14 ga 3,6, 3,5 lik strapelamiz. 100% sasna, kecha tushgan. Mana kecha tushgan edi, yana bundan sotilib kechani o'ziga. Sifat zo'r, 100% sasna taxta. Mana yondan ham ko'rsatishim mumkin. 100% sasna taxta. Bu 125 ming so'mdan chiqibdi. 14 ga 3,6, 3,5 lik zavod taxta. Bir xil kesilgan. Biz tushguncha o'z mana biraklarni ajratganmiz. Biragi yo'q, sifati
sifati zo'r taxta. Ustidan yana balandrog'ini ko'rsatish iloji bo'lmadi. Mana bu 10lik taxtamiz, obunachilar, 10lik taxtamizni bir 2 uch olib kelganmiz asosan. O'rtasidan bo'lsak, shipir taga qoqiladigan, moshniy, kussiz, sinmaydigan rika chiqadi. Shu uchun olib kelamiz. Qanligi bir xil zavod kesgan taxta bo'lgani uchun bir xil rikaga sifati zo'r chiqadi. Asosan rika uchun olib kelganmiz. Shipir rikalarimiz bo'ynaki 7 mingdan chiqadi metr. Mana shunda chiqadi. Buning narxi 85 ming so'mdan chiqadi. 12 metrga chiqadi. 7 ni 12 ga ko'paytirsanglar 84 ming so'm past o'zini narxiga kesib beramiz. O'zini narxi ham pastga. Biz ham kesib berish degan haqqi yo'q. Keyingisi mana 10lik taxtamiz sal qalinrog'i bu 85 ming so'mdan chiqadi. Qalinrog'i 10likda bo'nlatga olinadi asosan. Keyin mana bu Paragon 10 ga 10 bor. Paragon 220 ming so'mdan chiqadi. 10 Paragon uchun ishlatiladi. Buni ham sifatlar zo'r, qurigan narsa. Keyin 4 metrlik strapelarimizni ko'rsatib o'taman birato'la, keyin displey ko'rsataman. 4 metrlik strapelar so'raganlar uchun buni narxi 85 ming so'mdan chiqadi. Bu ham zavod taxta, 10 turlik, 100% sasna, bir xil kesilgan taxta. Mana. Yonidan ham ko'rsatib o'tishimiz mumkin. Mana. Sasna taxta 85 ming so'm chiqadi. Keyingisi mana displey ko'rsatib o'taman endi. Displey Pirim originali 300 Pirim 450 ming so'mdan chiqadi. Mana pechatlari bilan, nega pechatlari bilan turibdi. Bu narxi 450 ming. Xohlasanglar sal arzonroq Murum bor. Bu 360 ming so'mdan chiqadi donasi. Murum. Polga chotka bo'ladi kelasi. Mana bu Faner 5ligi 65 ming so'mdan chiqadi donasi. Keyingisi DVP bor. Bu ham 65 ming so'mdan chiqadi. DVP. Mana. So'raganlar uchun. Keyin strapelar taxtalarimiz narxlari bo'ldi o'rtoqlar. Keyingisi mana balonlar narxini yana bir ko'rsatib o'taman. Biz boshlaymiz. Birinchisi men 3 metrligidan boshlayman. 7 ga 14, 3 metrlik balon. Endi bular aras kichik joylarga balonlikka, perbichkalarga ishlatilishi mumkin. Bular 75 ming so'mdan chiqadi. 3 metrlik balonlar. Bu 4 metrlik 7 ga 14larimiz kamroq qoldi. Xudo xolasa bundan yana keladi. Buni sifati zo'r. Bu 105 ming so'mdan chiqadi. 4 metrlik 7 ga 14. Endi dumaloqlariga o'tamiz. Dumaloqlari mana 4 metrligi mana kecha sotildi, mana sifati zo'r, videosini qo'yaman. Bular 100 ming so'mdan chiqadi 4 metrliklarimiz. Mana bu 5 metrligi 165 ming so'mdan chiqadi. 5 metrlik moshni baquvvat balon. Agar videoga endi ingichka bo'lib ko'rmayotgan bo'lsa, 5 metrlik 165 ming so'mdan chiqadi. Stoykalar ko'rsatib o'tib ketaman. Mana 6 metrlik stoykalarimiz bor. Bular archilgan tayyor, to'g'ri, zo'r, endi kirishalarga stoykalar yo'q odamlar kelsa, o'shalarga beramiz. Bu 110 ming so'mdan chiqadi. 4 metrlik so'raganlar uchun mana 4 metrlik stoykalarimizni tikib qo'yamiz. Bular 65 ming so'mdan chiqadi. 4 metrlik stoykalar. Keyin 4,5 metrlik, 6 metrlik balonlarimiz ham kelgan. Ularni ham ko'rsataman. Bura to'lanmalar garbilni ham ko'rsataman. Garbilimiz donasi 4 ming so'mdan chiqadi. Kichiklari emas, mana katta normandilari. Biz endi kichik 3 ming, 3,5 ming ham bor deyapti. Endi kichigi, bu endi normandisi uchun 4 ming so'mdan chiqadi donasi. Mana qancha desanglar bor. Mana bu 4,5 metrlik balorda endi bizga olib kelmagan edi, bundan odamlar so'raguncha yana keldi. Bu 135 ming so'mdan chiqadi. 4,5 metrlik balor 135 ming so'm chiqadi. Mana bu 6 metrlik balonlarimiz, 6 metrlik. Buni tikka qilishga iloji bo'lmadi. Mana baquvvatlar kesilgan 6 metrga. Bundan qolmagan edi, yana keldi. Odamlar so'ragani uchun bu 225 ming so'mdan chiqadi. 6 metrlik moshni balonlar. Endi balonlar narxini aytdim, strapelar narxini aytdim. Videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsangizlar, videoga like bosib, obuna bo'lishni esdan chiqmasin. Ko'p kishi ko'rib, obuna bo'lishni unutishyapti. Mana bu shipper, Ecozolit shipper 50 ming so'mdan chiqibdi narxi. Ecozolit mana pechat garantiya sifatiga. Mana aytgancha bu shipper o'z bizlarga uncha deb ko'p kishi yozyapti. Vodiyliklar bu Farg'onadan keladi. Bizlarga 5 ming so'm, 6 ming so'm yo'l kira minib keladi. 43 ming bo'lsa ham mana 5 ming, 6 ming so'm yo'l kira minsa 47 ming so'm tushirish bilan 48 mingga tushib keladi o'zi. Shu kelishishiga o'zi shunday tushib keladi o'rtoqlar. Shu uchun
o'zlaringizni narxlaringiz bilan taqqoslamasliklaringizni maslahat beraman, chunki bu endi o'zimiz bu video Qashqadaryo Shahrisabzdagi rastaga yurgan birodarlarimiz uchun videoni qo'yapmiz. Endi shu kishilar endi narxlarni bilib, primerni hisoblab, pullarini hisobini olishlari uchun ko'p kishi telefon qilib yangi narxlarni qo'ying degan uchun yana video qilyapmiz. Endi bu tunka mahsulotlarda ham hozir narxini ko'rsataman. Slif, plef ularda ham narxlarini ko'rsatib o'taman tunkalarda. Mana sliflarga ham keldik. Sliflar bu suv tushar deyiladi endi. Biz endi qisqartirib slif deymiz. Suv tusharlar bu juda ko'p kishi qo'yapti hozir bu. Mana 0.5 tunkadan yasalgan 20 ming so'mdan chiqqan metri. 0.5 tunka. Sifati zo'r. Mana bu qalin kattasi va xohlasanglar, kattasidan bir ikkitalar so'ragancha olib kelingan. Bu 25 ming so'mdan chiqqan metri. Xohlasanglar mana suv tusharlar mana aylanib suv tushirib qo'yayotgan turbalari ham bor. Bular turbasi 30 ming so'mdan chiqadi onasi, balandlik 1.25, normal tunkadan yasalgan. Buni tirsak hamda varonkalari hamma narsasi bor. Kanoglar kichkinasi 18 ming so'mdan chiqadi, kattasi 20 ming so'mdan chiqadi. Ko'proqlarga kelishtirib beriladi bu kanoglar. Bu kanog shiperda ustiga qo'yiladigan narsa endi bilmaganlar uchun. Tunkalar qo'yishma rulon tunkalarimiz ham rulon tunkalar 65 ming so'm, 60 ming so'mdan chiqadi metri. Premier varankalar 20 mingdan chiqqan metri. Endi 15 minglik varankalar emas. Bu normal tunkadan yasalgani uchun sal qimmatroq bo'lishi mumkin. Shuning uchun ancha qimmat deb aniq qilmaysizlar. Normal tunkadan yasalgan, qattiq tunkadan yasalgan. Burchak 25 ming so'mdan chiqadi, Premier 20 ming so'mdan. Katta tirsakchilari 30 ming, 25 ming so'mdan, kichkina tirsaklari 15 ming so'mdan chiqadi onasi. Xo'sh, mixlarimiz ham bor o'rtoqlar. Hamma xudo xolasa hamma ishlar shiydan bitib ketadi. Mixlarimiz 12 ming so'mdan chiqibdi hozir. Mixmash. Videoni oxirigacha ko'rganlar uchun rahmat. Manzilimizni yana eslatib o'taman. Qashqadaryo, Shahrisabz, Chorshanba, Qo'rg'oni. Nomerlar qoldiraman. Endi narxi qiziq bo'lganlar, agar aniq olmoqchi bo'lganlar telefon qilsangizlar bo'ladi. Videoga like bosish, obuna bo'lish eslaringizdan chiqmasin. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Mana 10 to'rlik yangi strapelarimiz ketyapti. 10 to'rga 3.6-3.7lik 16 dona. 125 mingdan Riga ketyapti, 8 minglik 4.5, Balor ketyapti 16 ta 100 mingdan, 4 metrlik strapelar, Slef ketyapti. Mana hammasi shifer, mana 2 shifer 50 mingdan. Hamutda slipda varonkalari hamma narsasi berilgan. Mana 4 metrlik balorlar hammasi berilgan. Bilmayman.